Rossiyaning Xabarovsk shahrida O'zbekiston fuqarosining OMON tomonidan kaltaklab o'ldirilishi yuzasidan Tashqi ishlar vazirligi rasmiy notani taqdim qildi. Holat O'zbekistonning Vladivostokdagi bosh konsulxonasi va migratsiya agentligi tomonidan nazoratga olingan. Bosh konsulxona marhumning yaqinlari bilan doimiy aloqada bo'lib, zarur konsullik va amaliy yordam ko'rsatmoqda. Fuqaroning jasadini vatanga qaytarish ishlari olib borilmoqda. Manbalarga ko'ra, voqea 12 dekabrda Xabarovskda sodir bo'lgan. Rossiyaning kuch ishlatар tizilmalari vakillari kafelardan biriga sababsiz bostirib kirib, u yerdagi o'zbekistonliklarni ayovsiz kaltaklagan. Natijada 2 fuqaro boshidan jiddiy jarohat olib komaga tushgan. Ularning qo'l-oyoqlari sindirilgan. Komaga tushganlardan biri bir necha kundan keyin vafot etgan. Yana bir o'zbekistonlik hozirda shifoxonada og'ir ahvolda davolanmoqda.